Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Hop, bizda Porter LPG mashinamiz bor. 2024-yil 5-oy. Bir mashinaning holatini ko'rsatib o'taydi. Xaladinlik ishlab turibdi. Xaladinlik hammasi yaxshi ishlab turibdi. O'zim ancha minib ko'rdim. Hamma yo'q joyida. Demak, bismillah. 2024-yil 5-oy. Mashinaning holati, umumiy holati yaxshi. Hop. Xaladinliklari ham hamma joyi zo'r. Aybidan boshlab aytaydi. Aybi kabinani olishtirganmiz. Kabinasi remont bo'lgan. Qolgan hamma joyi joyida. Ramlari, motor korobkalari hamma yo'q joyida. Yurgani, demak, 46200 ga yaqinlashib qoldim. Allohu alam. Bismillah. Qoldiramiz. 46251. Mana qo'shganimiz zahoti darab ishlab ketdi o'zi. Konditsioner. Oldi o'rindiqlari soviydi, isiydi, avvalgi rol isiydi. Yondagi oynalar, ya'ni bokovoy oynalar deymiz, isiydi va orqa refrigeratorga yonishniki. Xo'p, keyin palasa o'sha edi, 360 emas, uzr, orqani va yon holatdan ko'rsatish kamerasi bor. Yonda emas, uzr, faqat o'sha. Mana bu navigator yonda turadi va orqadagi ikki xil ko'rsatadi. Demak, mana bundoq deydi. O'ngay bo'lish uchun mana shu holatda va mana bunday qilsa bo'ladi. To'g'ri aytsam, mana yo'lda ketyapsiz, mana orqadan ko'r bo'lmagani uchun o'rganib qolganmiz-ku. Mana ikkita oynani o'zi bilan qoniqmaymiz-da. Bo'lmam bu ham sal uni ko'rsatib ketadi yo'lda, orqadagi nimani, termizni, xaladinlikni. Shunga qaysidir ma'noda buni qo'ygan ham o'ngay bo'lar ekan. Demak, bitta bossak, Alloh mana bundoq bo'ladi va uni bosib qo'ysa, mana nomerini tagidagi ishlaydi, ya'ni sensor bilan birga. Bundoq bosib qo'ysangiz, yo'lda yurganda, ayniqsa avtomagistralda tez yurganda ham bular ancha o'ngay ekan. Demak, shuni aytmoqchi edim. Demak, nima, C-type, ya'ni telefon zaryadlaydigan bor, mana xaladinlikni yoqib qo'yamiz. Demak, men ancha ishlatib ko'rdim. Boya -7 dan 8 ga yaqinlashganda biroz o'chirib qo'ygan edim. Hozir ham 5 turibdi, lekin tashqarida havo 30 dan baland. Demak, hozir orqani qo'shib qo'ydim. Bismillah. Chexollarning holati zo'r. Hozir mana refrigerator ishlayapti, orqa xaladinlik. Demak, bu tarafda chexollari ham zo'r, hammasi joyida. Bular ham yonib uzr. Hammasi ko'tarilib ishlaydi. Orqasidagi, demak, ambulans yashiqlari yo'q, kulchlari yo'q, damkratlari yo'q, hammasi joyida. Orqa xaladinlikni ochib ko'rsatadi. Mana zo'r ishlab turibdi. Orqasini ham o'zi sovuq. 5 gradusga juda ham sovuq. Hozir bu narsalarni olib motorning ishini ham ko'rsatib qo'yadi. Motorning ichki holati. Soatni singani juda go'zal ishlab turibdi. Xo'p, endi narxiga kelsak, mashinaning narxi $15000. Yetkazib berish narxi yuklayotgan holatimizga qarab biroz farq qiladi. O'rtacha $2700 atrofida. Agar yengilroq bo'lib qolsa 2000 bo'lishi ham mumkin yoki buzilmay o'zi holatda ketadigan bo'lsa $3000 bo'lishi ham mumkin. Men buni saytga qo'yib qo'yganim narxini hozir Telegram kanaliga ham qo'shib qo'yaman. O'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'sha enkarga qo'ygan narxidan ham, ya'ni sotuvda turgan narxidan ham ancha narxni tushirib beryapmanman. Bir xalqimizga xizmat qilsin, bu odatda bular xizmat qiladigan mashinalar, o'zi oti bilan. Shuning uchun bir manfaatimiz tegsin deb narxlarni tushirib $15000 ga xudo xolasa sotuvga qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.